Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, aziz yurtdoshlar. Mana bizga hozir bir qancha yangi gibrid qizil va ro'zli pomidor urug'larimiz kirib keldi. Shulardan biri Sakata firmasini Suzanne F1 nomli qizil pomidorimiz. Bundan keyingisi Bursa tuxum firmasini BT1019, bu ham qizil. Keyingisi Genetik firmasini Kupon F1 nomli qizil pomidorlarimiz. Bundan keyingisi bu Novichok pomidor, Gento firmasini Apache F1 nomli pomidor urug'imiz. Bunisi ham Novichok, Genetik firmasini Cross F1 nomli gibrid pomidor urug'imiz. Va keyingisi Argetto firmasini Xandan F1, bu ro'zli pomidor hisoblanadi. Bemalol aloqa chiqsalaringiz bo'ladi. Sonlari juda ko'p. Keyin Bursa tuxum firmasini Pembola F1 nomli gibrid ro'zli pomidorlarimiz. Bundan tashqari yana turlarimiz juda ko'p. Misol uchun Lajen deysizmi, Platinum deysizmi, Kamimi va yangi Novichok pomidorlar, qizilmi, ro'zli pomidorlarimiz bundan tashqari ham bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Respublika bo'yicha ham dastavka xizmatlarimiz bor. Eng asosiysi hamyonbop narxda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Manzilimiz Toshkent shahri, Qo'yliq dehqon bozori, 34-do'kon.